Mana bu holatni ko'ringlar. Endi bu holatda ko'rib chiqamiz. Yepachiniy asosan 3 ta narsadan keyin kelib chiqadi. Birinchisi o'rtoqlar, voyaga yetmagan pravasi yo'q. Ikkinchisi mashinada noqonuniy narsa olib yurish. Uchinchisi ugon. Shunga o'xshagan qonunbuzarliklardan keyin. Men taxminim bo'yicha mashinada 2 ta voyaga yetmagan bola o'tirgan. Rulda ham pravasi bo'lmagan bola va video olib ketayotgan bola ham voyaga yetmagan bo'lgan. Mana shu video olib turgan bola o'ylamaganmiz, ertaga uzr so'rab chiqaman. Baribir topib olishadi-yu. Sezgan bo'lsanglar, bunaqa holatlar oxirgi paytda juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni eng qizig'i shu narsani yana videoga ham olishyapti. Bu bolalarni bo'ldi tushundik. Ertaga baribir topiladi, ertaga uzr so'rab chiqishadi. Endi GAI xodimiga o'tsak, tasavvur qilaylik, haydovchi bo'ysunmadi va qochib ketmoqchi bo'lyapti. Endi GAI xodimi qasddan mashinaga shikast yetkazishga haqligimi yo'qmi? Lekin chet elda ko'rgan bo'lsanglar, bo'ysunmaganlarni o'rtoqlar kerak bo'lsa o'q uzib, mashinani ag'darib yorib ham to'xtatishadi. Bizda bu narsa mumkinmi yo'qmi? Fikringizni kommentariyada qoldiring.